Aka keling. Keling aka. Onu ko'rdilar shu. Aka urmoqchi keling. Hammaga assalomu alaykum. Meni hozir erim urib tashladi. Hamma yog'im bir ahvolda. Mana cho'mchagidan jinsiy aloqa qiladigan dori topib oldim. O'shani nima uchun bu dorini ichasiz deganimda meni urib tepkalab tashladi. Mana hamma narsalarni ustimga otib urib tashladi. Biriziki qildim, hali kelmayapti biriziki xodimlari. Mana ichki ishlar xodimi naryatlar kelib zo'rg'a ajratib olishdi. Urib bizni tashladi mana erim. Mana ahvolim. Mana cho'skovoy xodimlari zo'rg'a ajratib olib ketishyapti. Ahvolimni bilib bo'lmaydi mana. Urib bizni tashladi. Skora xodimlari bizani politsiyaga olib ketyapti. Bolalarimga qo'shib urib tashladi meni. Nima bo'ldi, nimaga urib tashladi deyotganlar uchun cho'mchagidan, tashlugidan men dori topib oldim uni. Jinsiy aloqa qiladigan dori ekan, tegachidan so'radim. Bu o'sha ikkinchi pochkasi. Hozir zo'mkasida yana bitta pochka turibdi, ikkita. Bittasini rasmga ololmadim. Yani uxlab yotibdi, yoniga kirdim-da, nima qilyapsiz bu dorini? Nimaga kerak dedim. Gap topib berolmayapti. Yandeksidan tekshiryapman. Chilonzor qanaqadir adresga borib, o'sha yerda 3 soat, 4 soat qolib, keyin uyga kelgan kechasi. Kecha uylarimni tozalab, uborga qilib, charchab uxlab qolganman. Bu bo'lsa yana o'sha vaqtlarini topib olib, gap topib bera olmayman. Meni urib, mana stolda bilan boshlarimni yorib tashladi. Hozir skoriyda ketyapmiz mana. Onlarim bilan skoriy xodimlari olib ketishmoqda bizani. Boshlarimni yorib tashladi stollar bilan urib. Nima bo'ldi, nimaga urib tashladi deyotganlar uchun cho'mchagidan, tashlugidan men dori topib oldim uni. Jinsiy aloqa qiladigan dori ekan, tegachidan so'radim. Bu o'sha ikkinchi pochkasi. Hozir zo'mkasida yana bitta pochka turibdi, ikkita. Bittasini rasmga ololmadim. Yani uxlab yotibdi, yoniga kirdim-da, nima qilyapsiz bu dorini? Nimaga kerak dedim. Gap topib bera olmayapti. Yandeksidan tekshiryapman. Chilonzor qanaqadir adresga borib, o'sha yerda 3 soat, 4 soat qolib, keyin uyga kelgan kechasi. Kecha uylarimni tozalab, uborga qilib, charchab uxlab qolganman. Bu bo'lsa yana o'sha vaqtlarini topib olib, gap topib bera olmayman. Meni urib, mana stolda bilan boshlarimni yorib tashladi. Hozir skoriyda ketyapmiz mana. Onlarim bilan skoriy xodimlari olib ketishmoqda bizani. Boshlarimni yorib tashladi stollar bilan urib.